Hayotinglarni arzimagan pulga sotib, uni sotgan pulinglar ham baribir oxirida hisob-kitob qilsanglar baribir yetmayapti, arzimagan pul qolyapti. Nega bunaqa, nima uchun yashayapsizlar? Nima sizlarga xalaqit qilyapti? Hayotinglarni o'zgartirishga даже o'zinglar ham bilmaysizlar. Har xil kurslarga bordinglar, motivatsionniy. Xil odamlarga murojaat qildinglar. Oxir-oqibat ular sizlarni pulinglarni olgan bo'lib qoldi. Qanaqa ishlaydi? Vaqtinchalik borgan paytinglarda qanaqadir ishlagandek tuyuladi sizlarga. Uni shu kursni tugatganinglar bilan, tugatishinglar bilan sekin-sekin hayotinglar o'z joyiga qaytib qoladi. Garantiya. Qaytib qoladi, sizlarga rezultat yo'q. Yana qiynalasizlar. Unaqa kurslar bo'lgani yaxshi, motivatsionniy, rivojlanadi. Lekin oxir-oqibat sizlar aldanib qolganinglarda o'zingizga o'zingizlar ishonchingiz juda ham kamayib ketadi. Yana qaytib o'zingizlarning ishingizga borasizlar, oyligingizlar yetmaydi. Yetsa ham zerkinchlik, nimadir qilgila keladi, lekin sizlarni qattiq ushlab turadigan narsa qo'rquv. Bu ishimdan ketib qolsam, boshqa ish topa olmayman yoki bunaqa ish topa olmayman degan qo'rquv. Постоянный har doim sizlarga xalaqit keladi bu qo'rquv. Lekin bu qo'rquv yolg'on qo'rquv. Men bu yo'ldan, bu muammolar bilan juda ko'p marta tiqilib, davolga boshim urib, ko'p treninglar, ko'p motivatsionniy kurslarga bordim. Oxir-oqibat aniq o'zimni metodikamni yaratdim. Inson hayotini o'zgartirishga, inson o'zi xohlagan joyda yashashga, oilasiga, qarindosh-urug'lariga yordam berishga va oilasini butun dunyoga sayohat qildirishga, eng qizig'i o'ziga o'zi xo'jayin bo'lishiga, erkinlik uchun olib boradigan kursimni yaratdim.